Erkaklar, sog'lig'ingizni kechiktirmang. Tez-tez hojatga chiqasizmi? Bel yoki pastki qorin og'riydimi? Bu prostata muammosining belgisi bo'lishi mumkin. Prostamix 18 xil tabiiy giyohli, Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan mahsulot. Prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, erkaklar quvvatini mustahkamlashga ko'maklashadi. Ma'lumot uchun 55 kodi bilan 503 22 00. Rossiya frontdagi eng muhim resursdan mahrum bo'lyaptimi? Rossiyaning urushni davom ettirishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan resurslardan biri tobora kamayib bormoqda. Ko'pchilik buni jonli kuch yoki texnika yo'qotishlari deb o'ylashi mumkin, biroq muammo bundan ham kuchliroq. Hozircha Rossiya turli usullar orqali front uchun yangi harbiylar topishda davom etmoqda. Katta pul mukofotlari, chet ellik kontraktchilar, mahkumlarni jalb qilish dasturlari va boshqa mexanizmlar hali ham ishlamoqda. Shu sababli Rossiyaning inson resurslari to'liq tugab qolgani haqida gapirishga erta. Ammo har qanday armiyani frontda ushlab turish uchun yana bir muhim omil kerak. Bu logistika. Logistikaning asosiy tayanchi esa yoqilg'i hisoblanadi. Ayni paytda Rossiya aynan shu sohada jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Ukraina dronlarining muntazam hujumlari Rossiyaning energetika infratuzilmasiga katta zarar yetkazmoqda. Natijada Donbassdan Qrimgacha cho'zilgan harbiy ta'minot tizimi bosim ostida qolmoqda. Frontda tanklar to'xtab qolgan, yoqilg'i tashuvchi kolonnalar hujumga uchramoqda. Yoqilg'isiz qolgan zirhli texnika esa hujum operatsiyalarini davom ettira olmaydi. Eng muhim jihati shundaki, bu muammoni qisqa vaqt ichida hal qilish oson emas. Zarba berilgan neft qayta ishlash zavodlarini tiklash uchun oylar talab etiladi. Ayrim muammolarga ko'ra, ba'zi obyektlar hatto 2027-yilgacha to'liq ishga qaytmasligi mumkin. Hozir Rossiyaning 600 mingdan ortiq harbiysi shu ta'minot tizimiga bog'langan. Bu tizim esa 1000 kilometrdan ortiq front chizig'i bo'ylab chizilgan. Muammoning eng og'ir qismi janubiy yo'nalishda kuzatilmoqda. Qrimdan Xersonning chap sohili va Zaporojye frontigacha bo'lgan hududdagi Rossiya qo'shinlari juda muhim ta'minot yo'lagiga tayangan. Bu yo'lak P-280 avtomobil magistrali. U Rostovdan boshlanib Mariupol, Berdyansk va Melitopol orqali Qrimgacha yetadigan yagona uzluksiz quruqlik ta'minot arteriyasi hisoblanadi. Qrim ko'prigi imkoniyatlari qisqargach, mazkur yo'l janubdagi Rossiya logistikasining asosiy ustuniga aylanadi. Moskva 2024-yildan buyon ushbu yo'nalishga katta mablag' sarflagan. Biroq hozir bu koridorning deyarli har bir qismi dron hujumlari tahdidi ostida qolmoqda. Ayniqsa Berdyansk tuguni frontdagi eng muhim va eng ko'p nishonga olinayotgan nuqtalardan biriga aylangan. Buning oqibatlari allaqachon ko'rina boshladi. Kinburun yarim orolida joylashgan Rossiya desant bo'linmalaridan biri yoqilg'i, oziq-ovqat va o'q-dori ta'minoti uzilgani sabab ayrim pozitsiyalarni tashlab chiqishga majbur bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Zaporojye yo'nalishida ham ta'minot muammolari kuchaygan. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya armiyasiga o'q-dori va dron yetkazib berish hajmi sezilarli qisqargan. Razvedka dronlari soni ham bir necha barobar kamaygan. Eng qiziq holatlardan biri shuki, ayrim joylarda piyoda askarlar artilleriya o'q-dorilarini o'z yelkalarida tashishga majbur bo'lmoqda. Zamonaviy mexanizatsiyalashgan armiya sharoitida bu favqulodda holat hisoblanadi. Sabab oddiy: o'q-dorini tashiydigan yuk mashinalari uchun yoqilg'i yetishmayapti. Donbassda vaziyat boshqacha ko'rinish olmoqda. Sharqiy frontda, ayniqsa Liman yo'nalishida Rossiya qo'shinlari yoqilg'i muammosi yanada og'irlashishidan oldin ilgarilashga harakat qilmoqda. Bu esa rejalashtirilmagan va shoshilinch hujumlarga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Ta'minot kolonnalari kechikishi, yoqilg'i me'yorlab berishi va qo'mondonlik darajasidagi taranglik haqida ma'lumotlar ko'paydi. Shimolda bosim kuchaymoqda. Kursk va Belgorod orqali ta'minlanadigan shimoliy yo'nalishlarda ham vaziyat murakkablashmoqda. Bu yerda muammo faqat yoqilg'i bilan cheklanib qolmagan. Havo mudofaasi bo'yicha ham qiyinchiliklar paydo bo'lgan. Moskva himoyasini kuchaytirish maqsadida ayrim havo mudofaa raketalari front va chegara hududlaridan olib ketilgan. Natijada ayrim bo'linmalar bir vaqtning o'zida ham yoqilg'i tanqisligi, ham havo himoyasi zaiflashuvi bilan yuzlashmoqda. Bu vaziyatdan eng ko'p tanklar, bronetexnika va ta'minot kolonnalari
kolonnalari zarar ko'rdi. Chunki ular yoqilg'iga ega eng ko'p muhtoj qismlar hisoblanadi. Taxminlarga ko'ra, Rossiya armiyasining kunlik umumiy yoqilg'i ehtiyoji 15 million litrgacha yetadi. Biroq bu ehtiyojning tobora kichik qismigina frontga yetkazib berilmoqda. Masalan, bitta T-72 tanki taxminan 1590 litr yoqilg'i oladi. Og'ir sharoitlarda u ham kilometriga 2-4 litr yoqilg'i sarflashi mumkin. Bir tank batalyoni bir necha kun ichida ayrim fuqarolik kompaniyalari bir necha oyda ishlatiladigan yoqilg'ini sarflab yuborishi mumkin. Hozir esa bu zaxiralar avvalgidek to'ldirilmayapti. Muammo faqat tanklarda ham emas, yoqilg'i tashuvchi kolonnalarning o'zi o'q-dori, dron akkumulyatorlari va oziq-ovqat ham olib keladi. Kolonna kelmasa, faqat tanklar emas, butun bo'linma muammoga duch keladi. Bo'linmalar jang qilishni to'xtatmaydi, ammo ularning jang olib borish usuli hozirgi yoqilg'i inqirozi Rossiya armiyasini tezkor zirhli manevrlardan voz kechib, ancha sekin va cheklangan harakatlarga o'tishga undamoqda. Yoqilg'i inqirozi frontda yana bir muhim oqibatni keltirib chiqarmoqda. Rossiya armiyasi tobora zirhli texnikaga tayangan hujumlardan voz kechib, piyoda qo'shinlarga suyangan taktikaga o'tishga majbur. Chunki tanklar va BMPlar harakatlana olmasa, hujumlar ko'lami qisqaradi. Operatsiyalar sekinlashadi, oldindan taxmin qilish osonlashadi va asosiy yuk inson resursi zimmasiga tushadi. Ayniqsa, Pokrovsk, Liman va janubiy yo'nalishlarda rejalashtirilgan yozgi operatsiyalar ana shu muammo sabab bosim ostida qolmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, iyun oyining dastlabki 3 haftasida Rossiya hujumlari soni oshgan, biroq hujumlarning ko'lami kichiragan. Bu esa shoshilinch tayyorlangan, yaxshi muvofiqlashtirilmagan va katta yo'qotishlarga olib keluvchi operatsiyalarni ko'paytiradi. 1-iyundan 22-iyungacha bo'lgan davrda Rossiya har kuni 1000 nafardan ortiq harbiy yo'qotishga uchragan kunlar soni keskin oshgan. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, bir kunda Rossiya armiyasi 331 million dollarlik harbiy texnika yo'qotgan holatlar qayd etilgan. Bu yerda qiziq paradoks paydo bo'lmoqda. Rossiya resurslari kamayib borayotgan bir paytda hujumlar sonini oshirishga harakat qiladi. Bu esa yo'qotishlarni yanada ko'paytiradi. Shu bilan bir vaqtda logistika yuki ham og'irlashadi. Endi ta'minot kolonnalari faqat yoqilg'i tashimaydi. Ularni himoya qilish uchun qo'shimcha kuchlar kerak bo'ladi. Ukraina dronlari tahdidi sabab har bir kolonnaga mobil o't ochish guruhlari hamrohlik qilishga majbur. Besa front chizig'ida yana qo'shimcha resurslarni tortib olmoqda. Ayrim bo'linmalar hatto yoqilg'ini tejash maqsadida fuqarolik avtomobillaridan foydalanishni boshlagan. Harbiy texnika ko'rinishini yashirish uchun yuk mashinalari qayta bo'yalmoqda. Biroq bu samarasiz va xavfli chora hisoblanadi. Rotatsiya jarayonlari ham murakkablashdi. Natijada ayrim qismlar haftalab bir pozitsiyada qolib ketadi. Charchagan askarlar, kamayib borayotgan o'q-dorilar va kechikayotgan kuchaytirishlar frontdagi bosimni yanada kuchaytirmoqda. Bu holat ko'pchilikka 2022-yildagi Kiyev operatsiyasini eslatadi. O'sha paytda ham Rossiya kolonnalari yoqilg'i yetishmasligi sabab yo'llarda to'xtab qolgan edi. 60 kilometrgacha cho'zilgan kolonnalar harakatsiz qolib ketgan va butun hujum logistika inqirozi sabab izdan chiqqan edi. Bugun esa shunga o'xshash holat ancha katta hududda kuzatilmoqda. Farq shundaki, hozir muammo bir yo'nalish emas, balki bir necha front bo'ylab tarqalgan. Bu esa ruhiy holatga ham ta'sir qiladi. Rossiyaga moyil harbiy blogerlar tobora ko'proq tanqid qilmoqda. Ayrimlari bosh shtab va qo'mondonlik qarorlarini ochiq muhokama qilishga o'tdi. Ularning asosiy da'vosi bir xil: yoqilg'i bo'lmasa, hujum ham bo'lmaydi. So'nggi oylarda Ukraina zarbalari faqat neft obyektlari bilan cheklanmayapti. 23-iyun kuni Belgorod viloyatidagi sanoat korxonalaridan biriga raketa zarbasi berildi. Tashqaridan qaraganda bu oddiy zavoddek ko'rinishi mumkin, ammo u yerda maydalangan bor, kalsiy karbonat ishlab chiqariladi. Bu modda porox va portlovchi moddalar ishlab chiqarishda muhim komponent hisoblanadi. U o'q-dorilar tarkibida kimyoviy barqarorlikni saqlashga yordam beradi. Agar ushbu modda yetishmasa, o'q-dorilarning saqlanish muddati qisqaradi. Tasodifiy portlash xavfi ortadi, umumiy ishonchlilik pasayadi. Shu davrda Belgorod hududidagi boshqa harbiy obyektlar, dron boshqaruv markazlari va o'q-dori omborlari nishonga olingan. Belgorod Rossiyaning shimoliy va markaziy frontlarini ta'minlaydigan asosiy logistika markazlaridan biri. Raketa ishlab chiqarish zanjiriga berilgan zarba. 22-iyun kuni esa yanada muhim nishonga hujum qilindi. Voronejda joylashgan yarim o'tkazgichlar ishlab chiqaruvchi korxona kuchli zarbaga duch keldi. Bu zavod Rossiyaning yuzlab harbiy va sanoat korxonalari uchun elektr komponentlar ishlab chiqaradi. U yerda ishlab chiqarilgan mahsulotlar qatorida
Iskender raketalari uchun boshqaruv tizimlari, X-101 qanotli raketalari uchun navigatsiya bloklari, Pantsir S1 uchun radar elementlari, S-400 tizimi uchun sensor modullari joy olgan. Bu kabi zavodlarni qayta tiklash oddiy ish emas. Yarim o'tkazgich ishlab chiqarish yuqori aniqlik talab qiladigan sohadir. Ishlab chiqarish liniyalari chang, vibratsiya va harorat o'zgarishlariga juda sezgir. Binoning zarar ko'rishi va yong'inlar butun texnologik jarayonni izdan chiqarishi mumkin. Eng muhim muammo esa boshqacha. Ushbu zavoddagi ko'plab uskunalar g'arb davlatlarida ishlab chiqarilgan. Sanksiyalar sharoitida ularni almashtirish juda qiyin. Ayrim hollarda hatto texnik xizmat ko'rsatish ham muammoga aylangan. Kreml yoqilg'i inqirozini to'xtata oladimi? Bu savollar javob berish uchun avval yoqilg'i frontga qanday yetib borishini tushunish kerak. Hozir Rossiyaning qaysi ta'minot yo'nalishiga qaramay, deyarli bir xil manzara kuzatilmoqda. Janubda Qrim va Janubiy frontni ta'minlaydigan asosiy artilleriya P-280 magistrali amalda Rossiya Ukraina nazoratidagi o't ochish zonasiga aylanib qolgan. Harbiy yuk tashish hajmi keskin qisqargan, fuqarolik harakati cheklangan. Ukraina dron qo'shinlari qo'mondonligi vakillari hatto yaqin vaqt ichida mazkur yo'l ustidan to'liq nazorat o'rnatilishi mumkinligini bildirmoqda. Bu yo'nalish muammoga duch kelgach, Rossiya yuklari yanada ko'proq Qrim ko'prigi va Parim liniyalariga yo'naltirilishga majbur bo'ldi. Biroq bu yerda ham jiddiy to'siqlar bor. Qrim ko'prigi orqali yuk mashinalari harakati cheklangan. Yoqilg'i tashish asosan parimlarga bog'liq. So'nggi haftalarda esa Kerchdagi neft omborlari, energetika obyektlari, yoqilg'i terminallari va parim infratuzilmasi hujumlarga uchradi. Temir yo'l varianti ham avvalgidek ishlamayapti. Shimoliy Qrim kanali ustidagi Qrim temir yo'l ko'prigi vayron qilingan. Changar yo'nalishidagi muhim obyektlar zarar ko'rgan. Natijada Qrim va Janubiy frontni ta'minlaydigan quruqlik marshrutlarining aksariyati yo uzilgan yoki ularning o'tkazuvchanlik qobiliyati keskin pasaygan. Yoqilg'ini tashish qiyinlashgan bir paytda uni ishlab chiqarish ham qisqarmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya neftni qayta ishlash quvvatining 20-40% vaqtincha ishdan chiqqan. Benzin ishlab chiqarish hajmi esa so'nggi 16 yildagi eng past darajaga tushgan. Moskva uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan yirik neft qayta ishlash zavodlari hujumlardan zarar ko'rgan. Ayrim obyektlarni tiklash uchun kamida yarim yil vaqt kerakligi aytilmoqda. Ba'zi holatlarda to'liq ishga qaytish hatto 2027-yilgacha kechikishi mumkin. Shunday qilib, ham yoqilg'i ishlab chiqaruvchi obyektlar, ham uni frontga yetkazuvchi marshrutlar bir vaqtning o'zida bosim ostida qolmoqda. Rossiya rahbariyati birinchi marta bu muammoni ochiq tan olishga majbur bo'ldi. Biroq rasmiy bayonotlarda vaziyat qiyin, ammo nazorat ostida deb baholanadi. Hujum taklif qilayotgan asosiy choralardan biri neft qayta ishlash zavodlarida rejalashtirilgan ta'mirlash ishlarini kechiktirish. Bu qisqa muddatda ishlab chiqarishni saqlab qolishi mumkin, ammo uzoq muddatda yanada ko'proq texnik nosozliklarga olib keladi. Chunki allaqachon bosim ostida ishlayotgan korxonalar yanada zaiflashadi. Frontda o'q-dorilar yelkasida tashib yurgan askarlarga bu kabi rasmiy bayonotlarni tushuntirish oson emas. Muammoning haqiqiy ko'lamini esa so'zlar emas, amaliy choralar ko'rsatadi. Vaziyat haqiqatan ham nazorat ostida bo'lganida bu darajada favqulodda choralar ko'rilmas edi. Moskva Belarusdan yoqilg'i xaridini oshirishga harakat qilmoqda. Qozog'istondan ham benzin sotib olish imkoniyatlari muhokama qilingan, biroq bu yerda muammolar ko'p. Qozog'istonning o'zida ham ayrim zavodlar texnik xizmat ko'rsatish ishlari to'xtalgan. Bundan tashqari ayrim xom ashyo manbalari Rossiya hududida joylashgan bo'lib, ular ham hujumlarga uchragan. Shu sababli import orqali butun bo'shliqni to'ldirish qiyin. Hatto tarixda birinchi marta Rossiyaga dengiz orqali Osiyodan benzin yetkazib berish holatlari kuzatilmoqda. Yoqilg'i eksportiga cheklovlar uzaytirilgan. Ayrim hududlarda sotuvlarga mahalliy cheklovlar joriy etilmoqda. Ekologik talablarni yumshatib, pastroq sifatli yoqilg'i ishlab chiqarishga ruxsat berilgan. Biroq bu ham yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Past sifatli yoqilg'i harbiy texnika resurslarini qisqartiradi. Eksport cheklovlari davlat daromadlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi vaziyatning asosiy xususiyati shundaki, har bir qarshi chora yangi qiyinchilikni yuzaga chiqarmoqda. Rossiya muammoni hal qilishga harakat qilmoqda. Biroq bu jarayonda yangi muammolar paydo bo'ladi. Bugungi holat 2022-yildagi inqirozdan farq qiladi. O'sha paytda asosiy muammo logistika va taqsimot bo'lgan. Hozir esa ishlab chiqarish zanjirining o'zi zarba ostida qolmoqda. Shu sababli yoqilg'i inqirozi nafaqat frontdagi harakatlarga, balki butun harbiy tizim barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omilga aylanib bormoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.